Meni kechiring aka, o'zim Oqtepalik bo'lib turib, Boltako'lda mana shunday sizdek bemor bor ekan, hali ham xabar topganim yo'q ekan. Mana endi eshitdim. Ilohim Alloh shifo bersin. Qadrli o'sha videoni ko'rayotganlar, mana yonimizda turgan Murodjon akamiz, o'zlari ko'pchilik taniydi. Boltako'llik har kungilik tushayotgan summalarni o'zlarining Instagram profillarida e'lon qilib aytib boryaptilar. Hozir akamizning ahvoli qay darajada aka? Akamiz hozir jigar sirrozi boshlangan. Birinchi bosqichda imkon boricha hozir oldin olsangiz, sal kamroq summa ketib tezroq davolanib, tezroq qaytadi. Imkon boricha shu 3 oy ichida jo'natib yuborsangiz, yutug'imiz hozirgi kunda shu kungacha tushgan pulimiz 96.324.000 so'mda o'zi. Dollarda $4.450 bo'ldi. Imkon qadar hech bo'lmasa bir 30 ming, 35 mingdan qilib olsak, agar jo'natib yuborsa, yaxshi bo'ladi. Qolganini nimadan imkon qadar to'plab harakat qilamiz. Endi akam oilaviy sharoitda asosiy ta'minotchi o'zi. Bolalari hali yosh, o'zimizga o'xshab kunlik ishga chiqadi, ustachilik qiladi. Shu sababli oilasining imkoniyati yo'q bu summani to'plagan. Qadrli shu videoni ko'rayotganlar, mana Hasanboy akamning ahvolini ko'ryapsizlar, og'ir darajada. Mana shu videoni ko'rayotganlar, mana o'zlarini ahli ayollarini, o'zlarini karta raqamlarini, o'zlarini telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Qo'lingizdan kelgangacha, ko'nglingizdan o'z xolis chiqarib 1000 so'mmi, 10 mingmi, 100 mingmi ko'nglingizdan chiqarib o'zlarini karta raqamlariga tashinglar. Agar yaqin o'rtada yashaydigan bo'lsalaring, mana o'zimizni Boltako'lda istiqomat qiladilar. Bemalol o'zlari ko'zlaring bilan ko'rib ketishlari ham mumkin. Qancha tez fursatda shu mablag'ni yig'sa, tez orada xudo xolasa akajonimiz oyoqqa turib ketib ko'rmagandek bo'lib ketishadi. Shu videoni ko'rayotganlar, shu videoni iloji boricha tanish bilishlarga, saxovatpesha insonlarga maksimalli tarqatlar, iloji boricha inshaalloh tez orada sizlar tufayli, duolaring sababli akajonimiz oyoqqa turib ketadilar.